Yo, salom barchaga do'stlar. Qandaysizlar? Yaxshimisiz? Tushunsa aytay. Ну да, do'stlar. Xullas biz World'daman bu World Horror World deb ataladi. Nu bilan ostondaman. Nu tez pastga tushishim kerak. Sekin tushib olamiz, yo'qsa oyoqlarimiz yana qayriladi. Na, biladi. Itak, mana to'marqam. Xullas mana buni olib tashlashimiz kerak. Nu bilan keyin ikki qaytdi yatgancha mehribon. Nu da mana bilan tez ikki qo'shimiz kerak bo'ladi. Olmaman mana. Nu buni bu yerga qo'ysak, ana shunday yaxshi bo'ladi. Evo. Ya bu tuxum olmanda. O'zimni ekibam kichkina to'g'richalarni qot. Shu ba'zida qotib qoladigan odat bor bu bo'pti. Nima bu o'rta ba'zi qotib qolar ekan, tak xullas mani qo'y. Nu jitacha sen nima sotasan qani? 29 ta o'zida kartoshka disk qo'shqo'y naxo'y zumrating nurayana. Tak sanday mana borki, paysho menimcha bilmayman, tak o'rgatamas. Nu da nima qilsak bo'ladi? Time da yaxshi. Yaxshi halikka tushgancha bor, nu da pul emas, bunday emas. Tak yo'qsam biz nima qilsak bo'ladi? Nu hozir mana bu yerdan saramjon sarishta qilamiz. Faqat mana bu non va kartoshkalarni yig'ishtirib olsak bo'ldi. Potato, tuxum, o'shalarni va mana bu qurol, o'q-mo'qlar hammasini tepaga solishimiz kerak. Nu intern shunday qilib kerak. Eng kerak narsa shu yerda qoladi. Biz mag'lub bo'lishimizga ham endi men ko'p uzoqlarga ketib qolaman, shuning uchun bularni olib qo'yishimiz kerak. Mana endi joy ham yetmay qoldi, joyi ham ochishimiz kerak. Buni Instagramga joy qo'yib ketaman. Ayo. Qap, senga yo'qsa mana bularni bo'shataman, sen kachka tepaga chiqsang olamiz, buni tiqamiz. Mudana intazo. Ne yomg'ir yog'yapti-mi? Voy panagotlaring, jitachalar bilan yomg'ir tagida skelet ostida daraxt ostida tupurdim, shirin yurash shiram yemadi. Sho'g'im yemiz itak. U skelet rostdan ham. Yo'q, qotmay tur. 5 daqiqa. Yo'q. Wow, turona aynim gur bo'lsa, ona aynim gur. Seni yeb bo'lmaydi. Ko'rib turibsizlarmi sizlar? Ana men yotishim, ana otish. Nu mana ko'z bilan oldiga chiqishimiz kerak. Ana Otto u meni ko'rdi. Effekt kamerada bilet yur oyga qoch. Ya'ni tunishda obodiyat qochish kerak. Effektingga uray, kir. Va! Qoch. Boy. Jonim ko'r bilet bunaqa kelib bilet. Basharangga uray bilet. Mag'lub bo'ldi onangni. İtak qani iflos musu bilet ana sana ana yotish qarani. Tak yaxshi yashasi yo'qdi ko'rdingmi? Nu mani jitel kir, narg jitel qanimay kirmaydi basharasiga bilet. Tashqarida yomg'ir jala qo'yotdi. Eshitmayman shu. Nu da mayli. Tak qani u Opaynim gure. Qorayaloq-ku, ko'zi qizaman o'lgur. Do'stlar, shu joyda to'xtalib aytib o'tish joiz. Va o'ziga effekt berib va ba'zi joylarda qoldirib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bitta joyda 2 martalab effekt berdi. O'zingiz ko'rdingiz. Ular o'sha shuning uchun ko'p joyda xatolar bo'lishi mumkin. Oldin uzr so'raymiz va yaxshi kayfiyat bilan videoni boshlaymiz. Unda tashqariga chiqish ma'ni tilida. Nu atrofdan tekshirib qo'yishimiz kerak mayli. Nu qani turibdi mana turibdi iflos musulni oldiga chiqib kelmayapti. Nu da mayli oldiga chiqamiz. Taydan olish kerak. Qani qara shu o'zijodni ana jitalar ham kirib kelishyapti. Yaxshi, kirina. Tunishda do'stlar, ishini ta'mirlab qo'yishimiz kerak. Aniqroq bloklab qo'yaman. O'shanda mahluqlar kirolmaydi. Nu da mayli. Atrofni qara teshib turaman. Yotish qana. Nu da mayli, tak ana u yerda qorash turibdi. Qorash bilan qara, voy, bala bashang yuradi. Nu da yemay chiqish kerak. Itak, nima qilsak bo'ladi? Juda ham zeri keldi va atrof tekshirib turish kerak endi. Ana qora qarab turibdi, ko'zi bilan o'laver, nu mayli. Tak hamma tekshirib turaverishim birga bo'lar, to'g'rimi?
Ha, qo'ylar. Nu do'stlar, tong ham o'tdi anchadan keyin. Mayli, tashqariga xotirjam o'tdi. Mana bu yer chiqib qoldi. Bugun taklif qo'yamiz, ana tayyor. Yaxshi, endi esa atrofni bunday aylanib ko'raylikchi. Havo chiroyli, havo musaffo, alimlo bo'lib qo'yamiz. Endi ketaveramiz. Nuda, mayli, biz ochib ko'raylikchi. Mana hammasi ham turibdi, kiyimlarim to'g'ri ekan. Ana kiyib oldim, yo'lchiqarani. Da, mayli, tomorqaga qaramiz. Shu bilan ikki qo'yamiz. Shu Minecraft qurib jomon tegib. O'toyi, bu qanday effekt biladi. Jomon effekt berdi, mayli. Yaxshi yo'qsan, nima qilsang buni? Senda ham shu. Itak, meni fikr bor. Menda qanday fikr bor deb bo'lsa, u tarafga o'tmoqchiman. Ana ko'rgan orolingizda. Nima uchun menga qay kerak? Qay uchun mana bu daraxt sindirishim kerak? Qayasash kerak, uni ustiga ham versak kerak bo'ladi, ham o'ziga nega bu sekin sinyapti? Ey, o'zi tezsinsangchi, basharangni uray. Ha, bu hamma yoqib berar ekan, mana bunday yiqilar. Da, nice. Yaxshi, yo'qsa biz endi ish boshlaymiz. Endi xayr qo'lyapti.